Ko'p beriladigan savol, qaysi buxgalter zo'r? Bitta joyda 20 yil ishlaganmi yoki 3-4 yillik buxgalter, hozirgi buxgaltermi degan savol ko'p berishadi-da. Men har doim bitta narsa aytaman-da, bitta komfortniy zonada yillab o'tirgan buxgalterdan faqat bir узкий profildagi spetsialist chiqadi. Lekin outsors kompaniyalarda hozir men outsors kompaniyalarni qo'llab-quvvatlayman-da. Bu outsors kompaniyalarda ishlayotgan buxgalterlar bitta shunaqa kompaniyada 3 yil ishlasa, bu buxgalter zo'r tajribaga ega bo'ladi. O'sha 20 yillik tajribadagi buxgalterdan ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Nimaga? Chunki hozirgi paytda bizning buxgalterlarimizni zo'r o'sishiga olib kelyapti-da, rivojlanishiga. Ular kunda-kunara qanaqadir bir muammoni yechimini qidiryapti-da. O'shaning uchun ular kuniga izlanishda. Endi kuniga izlanishda bo'lgan odam kuniga bitta qadam oldinga tashlaydi deganidir. Shuning uchun meni nazarimda 20 ta firmani qilgan buxgalter 20 yil bitta joyda ishlagan buxgalterga nisbatan ancha tajribali bo'ladi degan xulosaga kelaman. Endi bu meni shaxsiy fikrimda.